Tuzdan başqa hech qanday tesis qo'yish etmaydigan, lekin uzunlik quvvati teshibda turadigan gapni bugun oilada qilamiz. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsini chuqur o'rganaysiz, ham tugun ish boshlab ketdik. Avval 1 kilo atrofida maysira qovurg'i go'sht tayyor qilib olib, buni parchalab olamiz. Cho'ng kichiklikka mana mushalati bo'lsa o'lchamlik bo'ladi. Ko'kot yoshlardan sabza, yangi, ko'k qizillarza va sho'xni suratdagidek mana mushalati to'g'rab olgandan keyin qozonga alnuriyning tuvan besim, tuvan temperaturasi siqilgan tunchi siqim 1-darajaga qichmaydi muvofiq miqdorda qo'yib, may qiziganda go'shtni selib, orqadan bir qo'shib tuz solamiz, davomli bir dam qovurib olib, orqadan piyoz va zanjivil suratdagidek 10 talik havochini solamiz. Davomli bir dam qovursak, buni bir xil mizlik hidi chiqadi. Arqadan sho'xlar va sabzini selib, birdan qovurib, sho'xining suyini to'liq chiqarib olib, araliqda ko'rib misha kelsa do'stlar, ajrimga qo'llash ustidan naqsiz yurakdan birni bagash ko'rsangiz rahmat. Ondan navad yog' to'saq, bir qoshiq lazjan selib, birdan qovurib, rangini to'liq chiqarib olib, ondan yangyoni selib, yana davomli bir necha aralashtirib qovuriblar, ustiga muvofiq miqdorda suv quyamiz. Buni taxminan 15 minut atrofida dimlaymiz. Biz bu vaqtda xamirni tayyor qilib olaylik. Tuzni azroq selib, lag'mandan xamirdan chiqaroq qilib yig'ib olgan xamirimizni cho'ng kichikligini mana mushalatda zul tutib olib, nipiz olat yaygandan keyin qo'limiz orqali mana shunday nipizlashtirib olamiz. Ondan vaqt to'shqanda tovoqni ichib, oldin to'g'rab tayyor qilib olgan qunoqni selib, ustiga yana oz miqdorda oqmish selib etgandan keyin muvofiq miqdorda suyini tatib olib olamiz. Ondan boya ichib tayyor qilib olgan xamirimizning oldi-keyinini bir maylab etgandan keyin qozonga selib, har bir qatiga boya tatib olgan suyini qo'yib, qat-qat ustiga olgandan keyin mana shunday chukar qilib 5-6 yan tishvitib, tovoqni yopib 5 minut atrofida dumlasaklab pishidi. Pishib chiqqandan keyin chupini ayirib olib olamiz. Ondan ustiga ko'k qizillarza, samsoq va so'ng piyozlarni, palaklarni selib, bir aralashtirib yutiblar, taqsiga usib, chopini aralashtirib yesak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy, urug'tuqallar.